Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar yaxshimisizlar? Sizlar Ikromjon AI kanalidasizlar va mana shu ko'rib turgan kanallarindasizlar. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan yana bir e, zo'r yo'nalish, sun'iy intellektda tayyorlanadigan yo'nalishni ko'rib o'tamiz do'stlar. Undan oldin bu kanalimda bitta video chiqqan, uni ham mana kirgizsanglar, ko'plab kanallarga ulab qo'yganman. Mana bugungi videoni ham xuddi shunaqa kanallarga ulab qo'yaman do'stlar. Keyin do'stlar, videoni boshlanishidan oldin sizlarga bitta ajoyib konkurs, podarka bor do'stlar. Mana shu yerga men hozir Telegram kanalimni qo'yib qo'yaman. Mana shu YouTube taraqqiy Telegram kanalimni qo'yib qo'yaman. Mana shu videoga kim eng ko'p kommentariy yozsa, podarka bor, ya'ni priz sovg'asi bor do'stlar. E, Bugun 25 ekan, ertaga 26 bo'lsa, 26-kuni 19:00 da g'olibni aniqlaymiz do'stlar. O'sha kommentariyalarni men ko'raman. Eng ko'p kommentariy yozganga sirli sovg'a bor do'stlar. Shuning uchun faqat do'stlar bitta maslahat oldindan aytib qo'yaman. Gaplari, ya'ni har xil bir nimalarni yozib tashlamanglar. Ma'noli gap bo'lishi kerak. Xo'p do'stlar, bo'lmasam biz videoni boshlayveramiz. Biz bugun xuddi mana shunaqa yosh bolalarni videosini tayyorlab, katta daromadga chiqishni o'rganamiz do'stlar. Mana videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, oddiy sun'iy intellektda tayyorlanadigan videolar. Masalan, 2,5 million birov, 2 million birov, 1,888,524,678,000. Mayda eng eskilariga o'tamiz do'stlar. Eng eskisi 6 oy oldin video qo'yilganiga boshqa yo'nalishda umuman. Keyin bu yo'nalishga kirib kelganiga bu 1 oy oldin mana do'stlar, qaranglar, 1 oy oldin bu yo'nalishga kirib kelgan ekan. Birinchi videosi qaranglar do'stlar, bu yo'nalishda 964 ta odam ko'rgan ekan. Ikkinchi videosini 528 ta, 1800 ta keyin ko'tarilgan do'stlar. Sekin-sekin ko'tarilgan videolar, ko'tarilib boravergan do'stlar videolar. Sizlar ham do'stlar boshida sizlarda 0 prosmotr ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'stlar astaydil to'xtamasdan harakat qilinglar. 0 mi to'xtab qolish yo'q. Do konca video qo'yib boraveringlar. Sizlarga bitta maslahat, pulli maslahat emas, sizlarga bepulga beryapman hozir. Videoni bitta vaqtda qo'yinglar. Masalan, ertalabki 5 ta qo'yayotgan bo'lsanglar, har doim ertalabki 5 ta qo'yinglar. Undan video qo'ymanglar do'stlar. Kunda bittadan video qo'yinglar. Aktiv ko'tarilgandan keyin do'stlar, bir haftada 2 ta, bir haftada 3 ta videoga tushirib olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Bugungi videomiz xuddi mana shunaqa videolar tayyorlash вообще oson do'stlar. Mana kirib ko'ramiz bittasiga. Ovozini yoqib qo'yamiz. Mana o'sha har xil mana tog'larda yuribdi, mana har xil obrazlarda chiqyapti do'stlar mana. Harmon, masalan, mana shu yerda sakrashyapti. Bunda yuribdi. Xullas, har xil obrazlarda chiqyapti do'stlar. Biz bunaqa videolar tayyorlash juda ham oson do'stlar. Bu yerdan do'stlar mana shunday qilib biz telefonda ham xuddi shunaqa qilib tayyorlayverasizlar do'stlar. Bu yerdan men buni skrinshot qilib olishim kerak bo'ladi, shu 3 ta 4 ta videosini. Keyin men ChatGPTga kiraman. ChatGPTga kirib turib, mana o'sha rasm yuklab bo'lmaydi sizda deyapti, limit tugadi deyapti. Xo'p deymiz, men sizlarga videodan oldin o'zim ham shu yo'nalishda ishlayman, shuning uchun mana tashlaganman, mana rasmni tashlaganman-da. Hozir rasmni tashlaganman, yozganman. Mana shu bolalarning rasmini tayyorlagani 20 ta prompt ber. Bolalar har xil sharoitda bo'lsin. Orqa foni bir xil bo'lmasin va 4 tadan oshib ketmasin deganman. Bolalar soni 4 tadan oshib ketmasin. Har xil sharoitda bo'lsin. Ya'ni bitta rasmda loy o'ynashayotgan bo'lsa, bittasida esa Legon. Xullas, shunaqa har xil 20 ta prompt ber, inglizcha prompt bo'lsin deganman. U menga tushundida 20 ta promptni yozib berdi. Mana 20 ta prompt deyapti, baby image deyapti. Ya'ni bolalar rasmi 20 ta prompt. Keyin men nima qildim? Har bitta promptni kopировать qildimda, Viskga tashladim mana do'stlar. Viskda mana Viskga tashladim. Viskga tashlasanglar, Visk mutlaqo bepul sun'iy intellekt do'stlar. Bitta promptlaringni masalan 2 ta rasm generatsiya qilib beraman. Masalan, men birinchi prompt, ikkinchisi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta do'stlar. Mana men jam bo'lib 40 ta rasm, lekin bitta mavzuda ikki xil rasm. Qaysinisi sifatli bo'lsa, chiroyli bo'lsa, yoqqanini olib qilsanglar bo'laveradi. 40 ta rasm bor, ya'ni bitta men bir xil mavzuda hisoblasanglar 20 ta rasm bor hozir shu yerda. Xo'p do'stlar, endi bularni nima qilamiz desanglar, har bittasini yuklab olamiz.
Har bitta masalan mons yoqsa mons, bo'lmasa bunisini yuklab olamiz do'stlar. Keyin Grok sayti bor. Buni ham do'stlar men Telegram kanalimda qoldiraman Grok saytini. Grok saytiga o'tganlaringdan keyin do'stlar, bu yerdan sizlar xuddi mana shunday oyna ochiladi, hozir ko'rsataman. Xuddi mana shunaqa Grok sayti ochiladi. Bu yerda privatni o'rniga do'stlar Sign up turadi yo bo'lmasam Sign in turadi. Xuddi o'shani bosib Google akkauntlaringni kiritib ro'yxatdan o'tib olasizlar, registratsiyadan o'tib olasizlar. Registratsiyadan o'tganlaridan keyin bu yerda image degan joyi bor. Mana shu image'ni ustiga bosasizlar. Telefondan tayyorlaysizlar do'stlar. Telefonda Play Marketga yo App Store'ga grok.com deysizlar yo bo'lmasam grok so'zini o'zini yozsanglar, xuddi mana shunaqa emblemali, mana shunaqa logoli programma kelib chiqadi, ilova kelib chiqadi. Shuni tortib olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Keyin bu yerga mana type to image deyapti. Bu yerdan video bo'limiga o'tkazamiz. Keyin mana aspect rationi 16 ga 9 formatda qilib qo'yamiz. Chunki biz gorizontal uzun videolarni tayyorlaymiz hozir. Qo'yganimizdan keyin do'stlar biz o'zimiz bu yerdan image olamiz. Xohlagan rasmimizni masalan boshidan boshlab bittalab olib animatsiya qilib CapCutga tashlaymiz do'stlar. Mana men hozir shu paytgacha animatsiya qilib o'tirgandim. Keyin shu yo'nalishdan pastga olib chiqish kerak deb o'ylab qoldim. Mana shu olib chiqyapman hozir. Bitta men tayyorlagan videolarni ko'rib o'tamiz. Bo'ldi, qaranglar, men hozir mana shu o'zida bitta cho'zib qo'yamanda. Mana bitta rasm, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta rasmni generatsiya qilib qo'yganman do'stlar. Mana e'tibor bersanglar, birinchisi mana shu Lego o'ynashayotgani. Bu albatta bizda Wisk saytimizni mana boshida mana birinchi promptni men bag'adagina olganman. Sababi elementlari ko'p, pastda o'yinchoqlari ko'p. Ikkinchisi men mana olganman. Sababi bunda ham sal yaxshiroq. Mana orqa fonlar sal bo'lsa ham chiqyapti. Bunda to'g'ri bir ajoyib rasm chiqyapti-da xullas. O'zlaring elementlar qanchalik ko'p bo'lsa, odamlar ham shunchalik ko'p odam ko'radi, e'tiborini tortadi elementlar ham. Mana bittalab olib qo'yib ketganman. Men hozir mana loy oxirgisida mashinasini tayyorlamagan ekanman. Mana hozir oxiriga qo'ygan videoyim ham CapCutga mana shu sharchalarda o'ynashayotgan ekan. Endi men mana muzlarni olib qo'ya olishim kerak bo'ladi. Grokka kiraman. O'sha imejimni qo'yaman. Qo'ysam u Grok avtomatik o'zi animatsiya qilib ketadi. Animatsiya qilishni boshlagandan keyin men sizlarga boshqa narsalarni tushuntirib turaman. Keyin mana har bitta sahnani sizlar saqlanib qolishinglar kerak bo'ladi. O'zlaring bitta Telegramgami, galereyagami, qayerga bo'lsa ham saqlanib qolasizlar. Men masalan Telegramga mana saqlanib qilyapman. Baby Time bu yopiq kanal. Bu o'zim uchun shunday ochdimda, mana har bitta kadrni men tashlab boryapman. Sababi ertaga men boshqatdan kadr tayyorlab o'tirmayman. Chalkashtirib, o'rnini chalkashtirib qo'yaveraman. Masalan, hozir CapCutga kiradigan bo'lsak, mana bir nechta o'tiribdi. Oxiridagini birinchisiga olib kelaman, o'rtadagilarni xullas kadrlarni o'rnini almashtirib qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi do'stlar. Har safar yangi video tayyorlash shart emas. Mana uje bo'ldi, bizda tayyorlab bo'ldi. Grok saytimiz tayyorlab bo'ldi. Videoni animatsiya qilib bo'ldi. Hozircha kutamiz, yana generatsiya qilamiz. Ustanovka qoladi, install qoladi, videoni loading qoladi, ishga tushira oladi. Keyin biz kengisini olamiz, Grokka tashlaymiz. Shunaqa qilib do'stlar bemalol qilib ketsanglar bo'ladi. Hozir do'stlar sizlarning ishlaringiz nima bo'lyapti? Birinchi o'chirda do'stlar, mana shu kanalga o'tib olasizlar-da, Danli Vana degan kanal bor. Danli Vana degan kanalga o'tib olasizlar. Bu kanalga o'tib olganlaridan keyin mana shu yerdan mashhurlarga kirasizlar. O'sha mana qilib bo'ldi. Generatsiya. Mana buni masalan download qilib olaman men. Keyin men aytaman, tushuntiryapman sizlarga. Mana Danli Vana deganga o'tasizlar-da, mana shu yerdan shunday qilib turib, mana joyini mana shunday screenshot qilasizlar.
skrinshot qilib turib ChatGPTga kirdim. Mana qaranglar, men skrinshotimni tashlaganman, e'tibor bersanglar. Keyin pastdan prompt yozganman. Men bu promptni albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu oddiy so'z. Kim yoza olsa yozaversin, bo'lmasa Telegram kanalimga o'tsa, bemalol Telegram kanalimdan topsa bo'ladi. Menga 20 ta prompt yozib beryapti. Har bitta prompt olyapman, viskga tashlayapman. U menga rasm qilib beryapti. Har bitta rasm har bitta promptga ikkitadan rasm generatsiya qilib beryapti. Men ikkita rasmdan bittasini tanlayapman-da. Hozir men video download bo'ldi. Men kompyuterga tashlayman, qo'yib qo'yaman. Qaranglar, mana hozir ikkita rasm menga generatsiya qilib beryapti. Ikkitasidan bittasini xohlaganimni olyapman-da, игрокка tashlayapman. игрокка tashlasam, игрок avtomatik menga o'sha animatsiya qilib beryapti. Bu yerda biz ishimiz image bo'limiga o'tamiz. Boshida ko'rsatdim, videoni tanlab 16 ga 9 ya'ni gorizontal ravishdan gorizontal ko'rinish tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, biz ishimiz shu xolos. Tayyorlaymiz. Bu 8 sekundli, 7 sekundli videolar bo'ladi. Bundan salkam bir 10 ta, 15 ta qilsanglar ham pashti hozir men 8 ta video qo'yganman. Hali 1 minut bo'lgan yo'q adashmasam. Nimaga kelsak bilamiz. 58 sekund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta videoyim 58 sekund bo'lyapti do'stlar. 9 ta video pashti 1 minut bo'lsa, 10 ta video 1 minut deb hisoblaganimizda do'stlar, 5 minutlik video tayyorlashga bizga 50 ta mana shunaqa videolar kerak bo'ladi. Do'stlar qaranglar, 100 ta mana shunaqani tayyorlab olasizlar-da sizlar. ChatGPTga qaranglar, men promptda berganman. Menga 20 ta prompt ber. Bolalar har xil sharoitda bo'lsin deganman. Sizlar mana shu 20 ta bas 100 ta qilinglar, 200 ta qilib qo'ysanglar, sizlarga 100 ta 200 ta prompt beradi. Ularni erinmasdan viskga tashlaysizlar, rasmlarni generatsiya qilib olib turib, har bitta rasmni grokka tashlab animatsiya qilasizlar. Har bitta o'sha animatsiya qilinganlar Telegram kanallaringga mana bir o'zlarini qaytga saqlab qo'yasizlar-da. Keyin bitta 200 ta qo'ygandan keyin bo'ldi, boshqa umuman qilmasanglar ham bo'laveradi. Har xil kadrlarni, o'rnlarini almashtirib video qilib do'stlar bemalol YouTubedan pul topsanglar bo'ladi do'stlar. Bundan oldin do'stlar mana kursa Ikromjon Ay kanalida o'sha bitta video chiqarganman. Top 5 ta sun'iy intellekt, bepul sun'iy intellekt, buni ham ko'rishlaringizni maslahat qilaman do'stlar. Video oxirida ikkita video chiqadi. Ikkalasi ham sizlarga eng muhim sizlar uchun foydali bo'lgan videolar chiqadi do'stlar video oxirida. Do'stlar, Telegram kanalimni ko'rsatib o'tsam men sizlarga, ko'rsatdim. Bu Telegram chatimiz. Bemalol chatga o'tib ham mana o'sha anime bo'yicha videolar tayyorlashyapti hozir. Masalan, har xil CapCut'da Pro versiyasi ham bor do'stlar. Keyin men Telegram kanalimda mana har xil promptlar ham tashlab boraman do'stlar. Mana YouTube taraqqiyot kanalimizda bizda uchala funksiya ham yonida do'stlar. Mana kimga yana mana shunaqa uchala kanal tarixini ham yoqib berish kerak bo'lsa, bemalol lichkaga o'tsanglar bo'laveradi do'stlar. Keyin biz o'zimizni botimiz ham bor. Botimizni ham men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Mana do'stlar, yangi kanal ochib berish xizmati bor, YouTube uchun nomer tasdiqlab berish xizmati bor, admin bilan bog'lanish, dizayn xizmatlarimiz ham bor do'stlar, nakrutka ko'rish xizmati, hamyon to'ldirish, ba'zi hamkorlik bo'yicha bot yaratib berish xizmatlarimiz ham kerak bo'lsa bor. Mana ko'rsalaring isbot kanallarimiz ham bor do'stlar. Isbot kanalimizda ham har xil o'sha kim bilan savdo qilgan bo'lsangiz, skrinshot tashlamang, isbot kanaliga tashlashga harakat qilamiz iloji boricha. Xo'p do'stlar, bugun sizlar bilan shu edi. Asosiy mavzuyimiz shundaylar deb o'ylayman do'stlar. Keyin do'stlar oxirida bitta narsani aytish esdan chiqib qolibdi. Mana shu pastda masalan audio turibdi mana. Mana shu audioni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Chunki bu audioni olib qo'ysanglar, qarab turinglar, video qanaqa bir sifatsiz ko'rinishga kelib qoladi. Ko'rasizlar, bunda zo'r audio bo'lyapti, bitta to'xtalyapti, bitta audio o'chyapti, boshqa audioga o'tyapman. Mana qaranglar, boshqa o'sha tomoshabinga bu yoqmaydi-da. Mana yana boshqa shovqinli audio, xullas yoqmaydi. Ancha bitta audio qo'yasizlar, videolaringning oxirigacha bitta audio. Mana qaranglar, bu audio to'xtab qolmaydi. Bu audio 5 minutli, mana 5 va 9 sekundli audio. 5 minut 9 sekundli audio. Audio ham do'stlar yosh bolalar o'ziga tortadi, o'ziga jalb qilib oladigan audio. Muzika hisoblanadi do'stlar. Do'stlar, bo'lmasam kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimga o'tib olinglar do'stlar. Telegram kanalim men profil shapkasida qoldiraman do'stlar, profil shapkasiga qo'shib qo'yaman. Bo'lmasam do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga.